Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Qani eshikni och, kamondan ochish vaqti keldi. Ajoyib. Men PvP'da tekshiruvlar tugadi deb o'ylagandim. Mayli, qancha tez boshlasak shunchalik tez tugatamiz. Balkim bu PvP sivilizatsiyasidagi mening oxirgi kunimdir. Sen menga qarata bitta zarba berishing kerak. Agar yana bir kun yashashni xohlasang. Mana endi men PvP sivilizatsiyasida kamonchi ekanman. Bu yerdagi mening hayotim otgan o'qlarim bilan o'lchanadi. Agar bu yerda mening kamonim sinadigan bo'lsa, bu mening oxirgi kunim bo'ladi. Shunday qilib mening yashab qolish imkoniyatim 380 kundan iborat ekan. Bu 1 yildan ko'proq degani. Agar men bu yerda yashashni xohlasam, har kuni kamon o'qidan bitta ishlatishim kerak. Bugun sen jang qilmoqchimiding? Sen bu yerda jangda g'alaba qozonishingni men bilmadim. Sen bu yerda bir kun ham yashab qola olmaysan deb o'ylayman, chunki sen juda ham qiltiriqsan. Oy, nimalar bo'lyapti? Sen ssenariydan chiqib ketyapsan. Axir bu gaplar ssenariyda yozilmagan edi. Nimalar deyapsan? Sen o'zing samimiy chiqsin deganding-ku, axir bu improvizatsiya. Ha, yaxshi, lekin bunday deyishingni kutmagan edim. Bo'ldi, unutamiz, boshqatdan boshlaymiz. Ssenariy bo'yicha gapirasan. Yo'q, men faqatgina sen bilan bitta dublda gaplashamiz deb kelishganman. Qo'ysangchi, axir men bu yerda nima ham qilardim? Men ham qayerdan bilibman kamonchilarning sivilizatsiyasi bunday bo'm-bo'shligini? Axir bu yerda primat yo'q, chunki primat qilichlar sivilizatsiyasida. Mayli, nima qilsang qil, bilganingni qil. Men o'zimga video tasvir yozaman. Lekin aytib qo'yay, men video tasvir juda ham uzoq yozaman. Xayriyatki bu kamonchilar sivilizatsiyasida video kamera bor. Bo'lmasa bilmadim nima qilardim. Agar bu kamera bo'lmasa men bu yerda zerikib bo'lardim. Bu kamonchilar sivilizatsiyasidagi mening birinchi video tasvirim. Men bu sivilizatsiyaga tushib qolishim uchun juda ham ko'p qurbonliklar bo'ldi. Mayli, lekin men bu haqida gapirmoqchi emasman. Hoy, Evbo. Hoy, men sizlarga menga xalaqit bermanglar degandim. Axir men o'z hissiyotlarim haqida gapirib berayotgandim. Menga bu yerda bir sabab topib ber, seni bu yerda o'ldirmasligim uchun. Haligi. Chunki video tasvir faqatgina qilichlar sivilizatsiyasida yoziladi, bu yerda emas. Mayli, sen qilichlar sivilizatsiyasida tug'ilgan ekansan, senga 1 daqiqa muhlat beraman. Bu yerda nimalardir tushuntirib berishing uchun. Haligi, keling men sizga bir voqeani aytib beraman. Aynan bu voqea bir necha kun oldin boshlangan edi. Meni Nayzangul tashlab ketgandan so'ng men PvP bozorida edim. Bu mening eng og'ir kunlarimdan biri edi. Shuning uchun men o'zimni chalg'itib nima bilandir aldashim kerak edi. Keyin meni ko'zim bir ajoyib buyumga tushib qoldi. Bu buyum juda ham chiroyli edi, ayniqsa men uchun chiroyli edi. U buyum PvP kolonkalar edi. Ularning narxi 300 ta zarba edi. Bu PvP sivilizatsiyasidagi men xarid qilgan eng qimmat buyumlardan biri edi. Bu men uchun qandaydir bir yutuq bo'lishi ham mumkin. Axir bularni kimdir ham sotib olishi mumkin edi-ku. Men bittasini o'zimni qasrimning ichiga qo'ydim. Bu ajoyib kolonka mening video kameramning oldida edi. Ey, bo'lishi mumkin emas. Sen 300 ta zarba evaziga kolonka sotib oldingmi? Axir men o'zimni sevgi botqog'idan chiqarib olishim kerak-ku. Nima bilo, endi faqat sevgi haqida qo'shiq eshitasanmi? Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham seni olgan kolonkalaring bilan tabriklayman. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Ha, rahmat. Agar sen yana bir nechta kolonkalar sotib olsang, uni albatta ishlata olasan. Yo'q, shunday qilsa ham bo'ladimi? Men bu gaplarni to'xtadan eshitganimdan so'ng o'zimni to'xtatib qola olmadim. Axir men bu yerda hech qachon o'lmayman-ku, shuning uchun nimadan xavotir olaman? Axir meni zarbalarim tugasa yana boshqatdan tiklab olaman-ku. Mana endi yangi kolonkalarimni qayerga qo'ysam ekan? Bittasini jang qiladigan maydonga qo'ydim. Men bu yerda jang qilsam ham bo'laveradi. Keyingisini esa PvP sivilizatsiyasining xaritasini ustiga qo'ydim. Qo'shiqlarni eshitib xaritani o'rganaman. Albatta men bu yerga kolonkani qo'yganim Jumagulga yoqmadi. Undan ko'ra tayyorlangin deb dag'dag'a qildi. Keyingi kolonkani esa video kameralar turadigan shtabning ichiga qo'ydim. Axir bu yerga qo'yishim aniq edi. Keyingi oxirgi kolonkani esa abadiy qilich haykalini oldiga qo'ydim. Men o'ylaymanki, bu darajada olmosli qilich olish uchun yangi o'yinchi tushadi va shu payt meni qo'shiqlarimni eshitadi. Chunki bu beshafqat sivilizatsiyada hamma oddiy o'yinchilarni yo'q qilishga urinishadi. Qani bo'lmasam eshitib ko'raylikchi. Spotlight. Can nobody else find your life but you? Mirror, mirror on the wall, what's the truth? If I die cause I'm trying, what do I lose? Oh, I wonder why.
Boshqa hayotda esa tashqaridagi hayotni o'z do'stim nimani xohlasa shuni qilgan bo'lardim. Lekin hozir esa men uni to'xtatib qolishim kerak. Chunki men u yerga bitta o'zim borishim kerak. Chunki boshqalar o'z jonini xatarga qo'yishni xohlamayapti. Axir biz sen bilan buni gaplashib olgan edik. Agar biz bitta yagona hayotimiz bilan tashqariga chiqadigan bo'lsak, Bo'ldi, men hazillashdim. Albatta bu sizlarga yoqmaydi. Xullas biz Maray Mamat bilan bir narsani tushundik. Agar men bu yerga qaytib keladigan bo'lsam, menda bitta blok yetmaydi tepaga sakrab chiqishim uchun. Agar men bir chelak suv sotib oladigan bo'lsam, bu muammoni hal qiladi. Lekin muammo shundaki, bir paqir suvni sotib olish uchun menda zarbalar yetmayapti. Bu muammoni yechish uchun menga yordam berasanmi? "Hey, esing joyidami? Axir bu mening 30% hayotim degani." Olmoslik qilichi borlarga men bo'lar bo'lmas narsa sotib olishing ularga yoqmaydi. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham axir biz bir oila bo'lganmiz. Lekin men ham ularni himoya qilishim kerak. Shuning uchun u tomonga o'tib qilichi bor o'yinchilarni nima uchun yo'q qilmoqchi ekanliklarini bilmoqchiman. Mana shundan so'ng men o'z do'stlarimni qutqarib olishim uchun menda imkon bo'lishi mumkin. Balki Nayzangulni ham o'z fikridan qaytararman. Lekin tashqari tomonda qanday yashashni bilishim kerak. Va nihoyat meni oyoqlarim yerga tegdi va men oxiri ko'rinmaydigan cho'lga tushib qoldim. Shunday qilib men orqamga qaradim va men tashqari tomonga birinchi marta chiqdim. Bu binoga tashqari tomondan birinchi marta nazar solyapman. Qilichlik sivilizatsiya bunchalik katta bo'ladi deb o'ylamagandim. Xullas shunday qilib men oldinga yurishga qaror qildim va ko'zimga uzoqdan ikkita katta tog' ko'rina boshladi. Men tog'larga yaqin bordim va o'rtadan yo'lak o'tganini ko'rdim. Bu yo'lak men aynan mana shu yo'lakdan o'tishim uchun qurilib qo'yilganga o'xshaydi va meni birdaniga PvP sivilizatsiyasidagi xarita esimga keldi. Agar men adashmayotgan bo'lsam, men xaritadagi g'orga bo'lganman. Bu barcha yo'laklar PvP sivilizatsiyasining markaziga olib boradi. Ko'p o'tmasdan men bunga amin bo'ldim va men haq bo'lib chiqdim. Men kelayotgan yo'lak ham oxirlab qoldi va o'rtaga piramidaga o'xshagan bino bor edi. Uning o'rtasidan esa sharshara oqib turardi. Menimcha mana shu bizning dunyomizning markazi bo'lsa kerak. Menimcha bu barcha PvP sivilizatsiyasidagi o'yinchilar uchun kiradigan yagona yo'lak bo'lsa kerak. Bu binoning yuqorisida qandaydir haykallar bor edi, lekin ularni to'g'ri ko'ra olmadim. Mayli, yuqoriga ko'tarilish vaqti keldi. Markazdagi sharsharaning oldida qandaydir platforma bor edi. Uning rangi qilichlik sivilizatsiyasidagi devorlarning rangiga o'xshardi. To'g'ri, bu yerdagi arxitektura juda ham chiroyli, lekin men boshqa maqsadda kelganman. Men tepaga qarashim bilan tepadan qandaydir o'yinchi tushib kelayotgan edi. Men bilmayman uning qo'lida qanday quroli bor. Bu qanday sivilizatsiya bo'lishidan qat'iy nazar, qo'limda turgan qilichni ko'rishi bilan men bilan jang qiladi. Mayli, na iloj jang bo'lsa jangda. Menda bor yo'g'i 61 ta zarba bor, balkim yetar. Men burchakdan qarab turibman, o'yinchi deyarli sharsharadan tushib oldi va u platformaga yaqinlasha boshladi. Keyin men uni qo'lida turgan qurolni ko'rdim. Uning qo'lida yog'ochli qilichmi? U qizil platformaning ustiga chiqishi bilan qayergadir g'oyib bo'ldi. Bilaman, bu sizlarga g'alati tuyulishi mumkin, balki menga ishonmasligingiz ham mumkin. Chunki men o'zim bilan o'zim gapirayotgan vaqtim ham meni ushlab olishgan. Lekin men buni o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Men ham platformaning ustiga chiqishga qaror qildim va mening atrofim birdaniga o'zgardi. Men o'zimni xonamda yog'ochli qilich olgan xonamda edim. Bu mening xonam, har doim o'lib tiriladigan mening xonam edi. Lekin eng qizig'i shundaki, men hali o'lmagan edim. Lekin qo'limda hali ham olmoslik qilichim bor. Men tushunishim bo'yicha bu platforma meni birinchi darajadagi qilichlik sivilizatsiyaga tushirib qo'ydi. Men tashqariga chiqib yog'ochli qilichi bor o'yinchini qidirmoqchi bo'ldim. Keyin meni bir narsa esimga keldi. Men bu yerga oxirgi marta bo'lganimda Shahzoda Shakar menga qarab 3 kishilik nayza otgan edi va u mana shu devorga sanchilib qolgan edi. Lekin u hozir bu yerda yo'q. Menimcha kelib nayzani olib ketgan. Hali kelib yana menga tashlansa kerak. Lekin yaxshi ish bo'lmagan bo'lardi. Lekin menda ham olmoslik qilich bor-ku. Lekin salgina qo'rqyapman-da. Xullas, o'yinchini qidirishda davom etamiz. Men o'ylashim bo'yicha bu o'yinchi qilichlar sivilizatsiyasida yangi bo'lsa kerak. Menimcha u yangi keladiganlar kvartirasiga bo'lsa kerak. Va ne ko'z bilan ko'rayki, u haqiqatan ham shu yerda ekan. Va nihoyat men teleportatsiya qilgan o'yinchini topdim. Menimcha u eshik ochadigan stoykani qanday ishlashini bilmas edi va eshik yana qaytib ochildi. Men bir narsani tushuna boshladim. Bu o'yinchi bu yerga nima uchun kelganini bilmas edi va uning hali qilgan g'alabasi yo'q edi. Bu yerdagi xotiralarim esimga tushib ketdi. Bu yog'och qilichi bor o'yinchi bu yerda yangi edi. Men unga bu yerda yashab qolishing uchun jang qilishing kerak deb tushuntirayotgan edim, u birdaniga menga tashlana boshladi. Lekin ne ko'z bilan ko'rayki, uning bergan zarbalari menga ta'sir qilmadi. U menga qarata yanada qattiq zarba berdi, lekin baribir ham ta'sir qilmadi. Nayzangul o'z qilichi bilan bergan zarbalardan so'ng bu zarbalar menga hech nimaday tuyuldi. Uning qilgan ishi mening yuragimni tirnagan edi. Xullas, o'yinchiga omad tilagan holda unga katta uy sotib olishini maslahat berdim. Balki men yangi o'yinchiga yomon gap gapirdimmi? Bor zarbalarni faqatgina uy sotib olishga sarflash uchun. To'g'ri-da, bu yerga uzoq yashashdan nima foydasi bor, maza qilmasang. Lekin men unga to'g'ri taklif berdim deb o'ylayman.
Bu yerni ozgina sayr qildim, balkim o'z do'stimni uchratib qolarmikinman deb. Bu yerda oxirgi marta do'stim qo'riqchi bilan uchrashganimda PvP sivilizatsiyasida qanday qilib qalqon olishni so'ragan edim. Sen bilan oxirgi marta uchrashganimda boshqa sivilizatsiyaga olib boradigan yo'l bor degan eding. Xo'sh, ishlar qanday? Bu yerda hech nima o'zgargani yo'q. Men hattoki mana bu eshikni ochib ham bilganim yo'q. Bu eshikni ochishim uchun tillolik qilish darajasidagi qo'riqchi bo'lishim kerakmi? Hozircha meni bilganim shu. Agar tillolik qilish darajasidagi qo'riqchi bo'lmoqchi bo'lsang, seni zvoniyangni ko'taramiz. Men bilmayman, yana senga qancha zarba berish kerak seni dubulg'ang sinishi uchun. Lekin mening ham PvP zarbalarim tugab bormoqda. Iye, bunday bo'lishi mumkinmi? Men o'ylagandimki, olmoslik qilichlarning zarbasi juda ham ko'p bo'ladi deb. Ha, to'g'rirog'i zarbalarim ko'p edi, lekin men kolonka sotib oldim. Ha, hech qisi yo'q, xavotir olma, menda bir reja bor. Men xohlasam o'lib qayta tirilib borib olmoslik qilich olishim mumkin. Lekin la'nati Shahzoda Shakar bunga yo'l qo'ymaydi-da. Men o'ylaymanki, bu yaxshi g'oya emas. Uning o'rniga men urush to'xtasini xohlayman yoki tinchlik bo'lishini. Buning uchun men Pirmat bilan gaplashib olishim kerak. Mayli, men seni kechiraman. Sen hayron qolgandirsan mening qo'limda olmoslik qilich borligiga. Sening qo'lingda olmoslik qilich bormi? Demak sen tashqari tomondan kelgansan. Demak Nayzangul g'olib bo'lgan ekanda. Lekin seni yashab qolishing uchun imkon bergan. Ha, bir tomondan to'g'ri aytding, u g'olib bo'ldi. Sen menga yuborgan xabaring to'g'ri bo'lib chiqdi. Agar men seni xabaringni oldinroq ko'rganimda edi, balkim abadiy qilich o'z joyida turgan bo'larmidi va biz xavfsiz joyda bo'lardikmi? Yo'q, bu yerda sening aybing yo'q. Seni o'rningda boshqa kishi bo'lganda edi, hech kim Nayzangulni to'xtatib qolmagan bo'lardi. Seni tirik qolganing bu bir mo'jiza. Buning uchun men sendan uzr so'rashim kerak. Men seni bu voqealardan oldinroq ogohlantirishim kerak edi. Men bu yerdagilarni ogohlantirmaganim uchun shunday voqealar bo'lib ketdi. Bilasanmi, kamon, bolta, nayzaliklar ular hech qachon bir-biri bilan jang qilmaydi. Ular bilgan kimda kim abadiy qilishni olishi bilan bu yerdagi butun sivilizatsiyani yo'q qilib yuborishini. Ha, mayli, lekin men senga aniq ayta olmayman, bizning yana qancha vaqtimiz bor. Lekin boltaliklar juda ham vahshiy sivilizatsiya. Ular o'ylab o'tirmay hujum qilishadi. Men o'ylagandimki, barcha sivilizatsiya qilichliklarga qarshi deb. Nima uchun Nayzangul va boltaliklar boshqa sivilizatsiyaga hujum qilish kerak? Demak, barcha sivilizatsiyani o'zining abadiy quroli bor ekanda. Agar ular 5 ta abadiy qurolni qo'lga kiritsa, ularni hech kim to'xtatib qola olmaydi. Obbo, men faqat qilichliklarga hujum qiladi deb o'ylagandim. Demak, ular butun dunyoga hujum qilishar ekanda. Agar biz ularni to'xtatib qolmasak shunday bo'ladi-da. Agar men boshqa sivilizatsiyaga borib Nayzangulni abadiy qurollarni olish yo'lidan qaytaradigan bo'lsam, demak bizga hali imkon bo'ladi. Menda olmoslik qilish borligi bu men uchun qiyin bo'lsa kerak. Sen boshqa sivilizatsiyaga borib tirik qolishing uchun sen o'sha sivilizatsiyani qurolini olishing kerak. Men senga buning uchun yordam beraman. Wow, men boshqa qurol olamanmi? Eshitilishi yomon emas ekan. Shoshma, sen xohlaysanmi, xohlamaysan, lekin bittasiga yordam berishimiz kerak. Xullas biz Pirmat bilan reja tuzdik. Men PvP sivilizatsiyasida kamonchi bo'lishim uchun. Pirmat bilar edi, agar Nayzangul boshqa sivilizatsiyaga ketmoqchi bo'lsa, bu aynan kamonchilar sivilizatsiyasi bo'lardi. Shuning uchun biz uni u yerda to'xtatib qolish uchun boryapmiz. Xullas Pirmat bizga kerakli ma'lumotlarni berdi. PvP qo'riqchisida boshqa sivilizatsiyaga tushish uchun ularda imkoniyat bor edi. Bu ularning tuneli orqali edi. Agar qo'riqchi do'stim bu tuneldan o'tadigan bo'lsa, biz albatta kamonchilar sivilizatsiyasiga tushib qolamiz. Mana dubulg'ang ham sindi. Endi buni qanday tiklab olasan? Seni qalqoningni ham rangi o'zgaradimi? Hali o'zim ham bilmayman. Oldin zvaniyam ko'tarilganda shunchaki u yoq bu yoqqa yursam qudratli his qilardim. Ha, shunaqami? Mayli. Unday bo'lsa meni kamonchilar sivilizatsiyasida kutib ol. Men endi bildim, Pirmatning qo'lida kamon bor edi. U shuning uchun ham olmoslik darajasiga tushmas edi. Men undan yana men bilan birga ketishini so'radim. Lekin u olmoslik qilichi borlarga ishonmas edi. U shuning uchun temir qilichlik darajaga qolishga qaror qildi. Lekin Jumagul bilan to'xta ancha yaxshi-ku. To'g'ri, Maray Mamat salgina g'alati-yu, lekin chidasa bo'ladi. Farmonga keladigan bo'lsak, Farmon uncha ham ko'p gapirmaydi. Agar Farmon bilsa edi Pirmatning qo'lida kamon borligini, menimcha u o'lib qolgan bo'lardi. Yaxshi ham Pirmat shu yerda qolgan ekan. Pirmat o'zini zarbalarni har narsaga ham sarflamaydi. Lekin bu yerda jang qiladigan o'yinchini o'zi ham yo'q-ku. Sen bilan gaplashib olishimiz kerak. Nega bu yerda tirik qolgan yagona o'yinchisan? Men bu yerda bir narsani tushundim. Bu yerdan birinchi marta olmoslik qilich bilan boshqa darajaga o'tyapman. Men sizlarga bir narsani aytishim kerak. Sizlar aytishingiz mumkin, nima uchun men tillolik qilish darajasiga sakraganimda invertorimdan chelakli suv yo'qolmadi. Oldin sakraganimda yo'qolib qolardi. Lekin meni bir narsa qiziqtiryapti. Nayzangul qanday qilib olib o'tgan olmoslik qilish darajasiga? Nima uchun menga bu narsalar muhim? Men bu narsalarni tushunganimdan so'ng men tashqari tomonga chiqib oldim va qaytib qilichlar sivilizatsiyasiga kelib qoldim. Men borib o'zimni kameramni oldim. Men u yerdan borib yana boshqa sotib olmayman-ku. Bu har ehtimolga qarshida. Mana endi kamonchilar darajasiga tushsam ham endi menda video kamera bor. Oldin video kameramga juda ham ko'p gapirgan edim. Mana endi uni yangilash vaqti keldi. Bu juda ham qiziq. Video kameraning ichida video kamera bor. Xullas, bu video kameraga qarab nima deyman? Mana kamonlar darajasidagi sivilizatsiyaga borish vaqti ham keldi.
Agar men u yerda tirik qoladigan bo'lsam, men albatta o'zimga kamon olishim kerak. Xayriyatki, Pirmat menga uni qanday olishni aytdi. Demak, u mana bunday ishlaydi. Agar o'yinchi PvP sivilizatsiyada boshqa o'yinchini o'ldirsa va o'yinchi boshqa o'yinchining qurol-yarog'ini olishga haqli va bu qurol-yarog' o'zida bo'lgan qurol-yaroqqa qo'shilib juda ham qudratli va kuchli bo'ladi. Shuning uchun men ham bu yerdagi ba'zi bir boltalik o'yinchilarni mag'lub qilgan edim va mening ham qilichim yanada kuchli qilichlardan bo'ldi. Yana bir narsa, agar o'yinchi boshqa o'yinchini boshqa predmet bilan o'ldiradigan bo'lsa, boshqa o'yinchidan tushib qolgan qurol-yarog'ni o'z invertorida olib qolsa bo'ladi. U qo'shimcha qurol-yarog' sifatida turadi. Shuning uchun ham boshqa sivilizatsiyada qo'shimcha qurol-yaroqlar bor. Lekin men ham tezroq kamon olishim kerak. Seni tashqaridagi hayot shunchalik lol qoldirdimi? Bu ma'lumotlarni biz bilan bo'lishmasdan kameraga qarab gapiryapsan. Ha, men haligi esimdan chiqibdi. Demak, men bilgan barcha ma'lumotlarni boshqalarga ham aytishim kerak. Xullas, gap bunday. Men barchaga hamma ma'lumotlarni aytganimdan so'ng, lekin menga olov kerak bo'lyapti. Hali kamon ham olishim kerak. Qilichimni ham zarbalari yetarli emas. Bu masalada menga to'xta yordam beradi. Axir biz bir oilamiz-ku, oila har doim bir-biriga yordam beradi. Jiddiy bo'lishimiz kerak. Agar men kamonni qo'lga kiritadigan bo'lsam, unday bo'lsa men qilichi bor o'yinchilarni yoqtirmaydigan sivilizatsiyaga boraman. Shuning uchun jangdan qochishni umuman iloji yo'q. Lekin men baribir o'zimni ehtiyot qilishim kerak. Agar men o'lib qayta tiriladigan bo'lsam, Shahzoda Shakar qayerdadir meni kutib o'tirgan bo'ladi. Men uning qo'lida o'lishni xohlamayman. Va nihoyat men PvP sivilizatsiyasiga ham yetib keldim. Boshqa o'yinchi mana shu sharshara orqali tushib kelgan edi. Chunki men kamon olishim uchun boshqa yo'l yo'q. Yangi o'yinchilar faqatgina platformaga kelishadi. Menimcha mana shu olovlar yetarli deb o'ylayman. Lekin o'yinchi juda ham tez yurib keldi. Xullas, men o'ylab o'tirmasdan uni o'sha zahotiyoq o'ldirdim. To'g'ri, bu gapirib berayotgan gapim ancha oldin bo'lgan. Chunki videoning boshida aytgan edim, anchagina qurbonlar bo'ladi deb. Ha, bu o'sha qurbonlardan biri edi. Men olov yoqishga shunchalik berilib ketibmanki, u o'yinchining qo'lida kamon yo'qligini ham ko'rmabman. Jin ursin, uning qo'lida yog'ochlik qilich bor ekan. Men shunchaki bir necha daqiqa sukut saqlab o'tirdim. U bechara men bilan jang qilishga qobiliyati ham yo'q edi. Jin ursin, yaxshi ish bo'lmadi. To'g'ri, bu yerda qandaydir xatolik bo'ldi. Meni qo'limdan kelgani mana shu video jurnalni u o'yinchini xotirasiga bag'ishlayman. Hammaylar nima ham deymiz, yaxshi o'yinchi edi. Xullas, men sivilizatsiyani tekshirib o'zimga kerak bo'ladigan yo'lak oldiga keldim va bu yerning devorlari qizil rangdan yashil rangga o'zgarganini ko'rdim. Mana shu yashil rang PvP sivilizatsiyasidagi xaritaga ham bor edi. Agar men to'g'ri kelgan bo'lsam, yashil rang kamonlar sivilizatsiyasiga olib boradi. Mana endi men birozgina kutaman yangi o'yinchi kamon bilan tushib kelishini. Men o'ylaymanki, menda hali yetarlicha olov bor deb o'ylayman. Bir necha soniya kutganimdan so'ng va nihoyat o'yinchi sharshara orqali tushib kelishini ko'rdim. Adashmasam u o'yinchining qo'lida kamon bor edi. Men uni faqatgina mana shu olovlar orqali to'xtatib qola olaman. Agar uni qo'limdagi qilich bilan uradigan bo'lsam, men uni kamonini ola olmayman. Bu o'yinchi ham olovdan o'tib platformaga boradi deb o'ylagandim. Lekin unday bo'lmadi. O'yinchi yo'lning yarmida o'lib qoldi va uning kamoni tushib qoldi. Men kamon oldiga yaqinroq borib uni oldim. O'ylagandimki, qilichimning zarbalari ko'payadi deb. Lekin ne ko'z bilan ko'rayki, kamon mening invertorimda edi. U qanday qilib men invertorimga tushib qoldi bilmayman, lekin bu ish berdi. Haligacha ishongim kelmasdi. Xullas, men shaxsan qadamlar bosib, qo'limda kamon bilan olg'a qadam bosa boshladim. Endi mening qo'limda qilich yo'q. Mening qo'limda PvP sivilizatsiyasining kamoni bor. Mening qo'limda bu qurol bormi? Demak, men ehtiyot bo'lishim kerak. Agar sen bu PvP sivilizatsiyasida ehtiyot bo'lmasang, sening kuning bitdi degani. Bu sarguzashtim davomida faqat menga kamon yordam berdi. Xullas, men yashil platformani ustiga chiqdim va men qayergadir teleportatsiya bo'ldim. Bu xona men boshlagan birinchi PvP sivilizatsiyasidagi yog'ochlik qilich olgan xonamga o'xshar edi. Bu yerda faqat kravat va nomim yozilgan nishon bor edi. Men u yerda g'alaba qilmaganim yozilgan edi. Va nihoyat men yangi sivilizatsiyadaman. Mana bu eshik ochilishi bilan men hamma narsaga tayyor turishim kerak. Men bu eshikning ochilishini qanday ishlashini bilmas edim. Shuning uchun kamon bilan bitta o'q otdim va eshik ochildi. Men yerda yotgan kamon o'qini olmoqchi edim, lekin uni olib bo'lmas ekan. Lekin bir necha soniya o'tgandan so'ng men invertorimga qarasam, yangi kamon o'qi paydo bo'libdi. Bu PvP kamonchilar sivilizatsiyasida seni har doim bitta o'qing bo'lar ekan. Men xonamdan chiqib kamonchilar sivilizatsiyasini tekshirishga qaror qildim. Jin ursin, mening xonam jarlikning yoqasiga joylashgan ekan. Jarlikda esa suv bor edi. Bu yerdagi baland devorlar ajoyib dizaynga ega ekan. Bu yerdagi eshiklarda stoykalar borligini ko'rdim. Bunday stoykalar qilichlar sivilizatsiyasida ham bor edi. Men hammasini tushunaman, axir bu PvP sivilizatsiyasi. Bu yerga insonlar chiqmas ekan, chunki ular o'z jonini xatarga qo'yishni xohlamaydi. Lekin bu sivilizatsiya umuman boshqacha edi. Men hattoki bu yerda bitta ham qo'riqchi ko'rmadim. Bu yerda hech kim yo'q edi deb o'ylagandim uzoqdan PvP qo'riqchisini ko'rmasimdan oldin. U qo'lida sariq qalqon ko'tarib kelayotgan edi. Menimcha mening rejam ish berdi. Menimcha do'stim qo'riqchi ham shu yerga tushib qolgan. Men va nihoyat video kamerani qo'ydim va qo'riqchi kelishini kutib o'tirgan edim. U kelmadi, lekin biz hali ham mana shu yerdamiz. Men o'zi kamerani allaqachon o'chirishim kerak edi. Mana bu menga kamon tirab o'tiribdi. Xullas, kamerani o'chiraman.
Meni haligacha ishongim kelmaydi. Boshqa olmoslik qilichi bor o'yinchi bu ma'lumotlarni gapirib bersa bo'lmasmidi? To'g'ri, seni oldingda hech nima gapirmasligim kerak edi. Lekin bu video tasvir uchun edi. Menga bu yerda nimanidir tushuntirib bersang ham yashab qolishing uchun senga foyda bermaydi. Xullas men bir narsani bilib olishim kerak. Nima uchun qilichi bor o'yinchilar butun sivilizatsiyani yo'q qilib yuborishmadi? Hoy, quloq sol, men bu yerga seni sivilizatsiyani qutqarish uchun kelganman. Bu yerda kimlardadir abadiy qilich bor va men abadiy kamon ortidan boryapman. Sizlarga yordam bermoqchiman. Atrofingga qara, nimalar bo'lib ketdi? Ular kamonni o'g'irlab, barcha narsani barbod qilishdi. Men bilaman, ularni sen bu yerga olib kelgansan. Tushunmadim, abadiy kamon yo'qolganmi? Ko'pchilik edi deysanmi? Ular necha kishi edi? Ularning ikkita olmoslik boltasi bor edi. Butun sivilizatsiyani yo'q qilishdi. Men butun sivilizatsiya davomida bunday o'yinchilarni ko'rmagan edim. Ularning kuchi va tezligi ta'riflab bo'lmas darajada edi. Biz juda ham ko'p kamondan o'q uzdik, lekin birontasi ham borib tegmadi. Men bu sivilizatsiyadagi o'yinchilarga va'da berganman. Barcha qilichi bor o'yinchilarni har birini shaxsan o'zim yo'q qilaman deb. Men ularga va'da berdimmi, demak men va'damni ustidan chiqaman. Shuning uchun sen bu sivilizatsiyadan tirik chiqmaysan.